mavsum tanlamaydigan shashlikni qanaqa tayyorlashini ko'rsatib beraman. O'rganib olinglar, kerak bo'ladi. O'zi sizlar tomonda shashlikni nima deb nomlashadi? Izohlarda yozib yuboringlar. Qo'y go'shtining son qismini xuddi shunaqa qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Qassobga yetsanglar, xuddi shunaqa suyagidan ajratib, ortiqcha bez va yog'larni tozalab beradi. Qo'y go'shtini qishlamaydiganlar uchun mol go'shtini kontrfile qismidan foydalanasiz. Uni xuddi shunaqa bo'laklarga bo'lib o'tganingizda pichoqni qiyaroq qilib kesasiz. Shunda yana ham mayin va yumshoq bo'lib pishadi. Bitta piyoz va pomidorni qirg'ichdan o'tkazamiz. Setka yoki doka yordamida faqat suvni isib olamiz. Ziravorlardan ortiqcha narsa kerak emas. Kashnik cho'rig'i, zira, tuz, ozgina rozmarin, o'simlik yog'i va bir piyola gazli suv quyamiz. Men mol go'shtiga dumba qo'shdim, orasiga siqlashga. Qo'y go'shtiga qo'shmadim, sababi o'zining yog'i yetarlicha bo'ladi. Lekin sizlar xohlasanglar, tabiiyligiga qarab bemalol qo'shishinglar mumkin. Kashlab aralashtiramiz, ustini yopamiz va kamida 4 soatga sovutgichga qo'yamiz. Bu qovunlar bilan chiroqchi salati juda ham zo'r chiqishadi deb erinmasdan tayyorlab ko'ringlar. Maza qilasizlar. Mana go'shtlarimiz tayyor. Endi uni siqlab, chiroyli qilib pishirib olsak bo'ldi. Azizlar, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yinglar. Dam olish kunlari yaqinlaringizga tayyorlab berasizlar. Flavisi ichimliklari bo'lsa, yodingizdan chiqmasin. Dasturxoningizlarni ko'rki bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha.